Xush kelibsizlar bolalar. Kunni qaranglar, ajoyibligini juda ham zo'r bolalar. Kirishinglardan videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yish albatta. Esinglardan chiqmasin. Bo'lmasam bolalar, biza kunni bismillah deb boshlab oldik. Xo'p, birinchi o'rinda biza mana ketmonni olamiz. Ajoyib va ko'chaga chiqib o'z ishlarimizni qilamiz. Aytgancha bolalar, yaramas millioner bizani qishloqqa kelgan va 1 oydan beri yashayapti. Shunaqangi asabim o'ynayapti. Uni bir kun emas, bir kun vau, bu yana nimasi bo'ldi? Ishqilib, bu yana millionerning qanaqadir karomati bo'lmasa. Yo, what's up? Vaya, momiko, tinchimsan, charchabsan. Tinch, tinch, Xudoga shukr. Sal normalniroq odamga o'xshab gapiring, iltimos. Hop, hop, mayli, eshit, qara. Короче, bora, bilaman, hammalari meni yomon ko'rasanlar. Chumari, man shunga tushunmayman. Qanaqa qilib mani odam yomon ko'rishi mumkin? Mendan foydalanib olsalaring, bu mening chumarim. Pulni sen so'qqasi joyini beradigan bo'laman, undan ko'ra borib. Voy, sanlar вообще chumarim bor. Millioner. Sen bitta narsani bilmaysan-da. Sening qanchalar ko'p puling bo'lgani bilan sen baribir hech kimga yoqmaysan. Sababi senda kibr juda ham kuchli. Faqat o'zimniki qilaman deysan. Shuning uchun sen hech kimga yoqmaysan. Tushunyapsanmi? Bu gaplarni basharingga aytishga umuman qo'rqmayman. Короче, senga boribdi taklif bor. Taklifingni pishirib aylantirib ber. Undan ko'ra qishloqdan yo'qol. Tushundingmi? Qishloqdan yo'qolishni xohlaysanmi? Judayam. Shuning uchun senga ajoyib taklif bor deyapman. Men uchun bu juda ham qiziq challenge. Xo'p, mayli, to'xtab turing. Hozir mana bularni qilib olay, keyin sen bilan challenging haqida gaplashamiz. Ochig'i sening gapingni umuman eshitib qolmayman, lekin mana shu gapirgan gaping negadir menga judayam yoqib qoldi. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Yoki bu ham millionerning qanaqadir xitri karomatimi? Ya'ni nima desam ekan, tulki sifat karomatimikan? Mayli, nima bo'lganda ham eshitib ko'rish kerak. Qishloqdan ketishing uchun hamma narsa qilishga tayyorman, jitil-pitil. Men bora chumarim. Nima o'zim burni katta jitil bo'lib tug'ilganman. Men senga o'xshab odam bo'lib tug'ilsam bo'lmasmidi, ha? Xohlasang sen mani o'rnimga, men sen o'rningga kirib qolaman. Faqat sen bu yerdan yo'qolsang bo'ldi. Lekin buni iloji yo'q-da. Iloji yo'q. Iloji bo'lganda qaniydi? Da. Короче, senga challenge'im eshitmoqsan. Xo'p, qanaqa challenge ekan? Faqat menga keyingi safar normalroq gapir. Короче, og'zingga siqqancha pul beraman bu challenge'ni bajarish uchun. Ishonor, bundan ketishimni bilgani yo'la. Men bu chiziqqa ko'rsam. Mana bu qizil chizuvnimi? Da. Вот, ko'rasan, chust qo'ysam. Da, ko'ryapman. Короче, o'shalar yo'g'ida 30 kun yashaysan-da. 30 kun agar chidab bersang, bu yoqqa o'tmasang, короче, nima desam bo'ladi? Men mana shu qishloqdan ketaman. Challenge birmikan? O'ylab ko'rish kerak. 30 kunda. Bola, bunchalik ham katta bo'lmagan kun. 1 oy. Xo'p, mayli, 1 oy mana shuni orqasida bo'lsam, keyin bu yerdan ketasan. Da. Sen o'sha narigi tomonda yashab tursang bo'ldi. Yashayversang bo'ldi, cho'zsa, pullar bo'lmasa menga yetaverassan. Shundoq chiziqqa bu yoqdan tirs etib o'tkazib yuboraman. Bo'lmabdi. Короче, puling bir tiyinlik kerak yo'q. Menga, короче, sen bu yerdan ketsang bo'lgani. Da, ketaman, lekin meni bitta shartim bor. Qanaqa? Agar sen chiziqqa bu yoqqa o'tadigan bo'lsang, men bu qishloqdan umuman ketmayman va men xohlaganimcha seni itdek qilib ishlatishim, короче, jazo sifatida xohlaganimni qilishim mumkin. Agar men chiziqdan o'tib ketsam, xuddi shuni teskarisini chozsam. Da. Bo'ldi, tushundim. Bo'lmasam boshladikmi? Let's go, baby! Okey. Do'stlar, mayli, hozir ko'ramiz nima bo'lar ekan dalishi. Do'stlar, lekin baribir ham unaqa yashash qiyin va nimaga desanglar, bolalar, короче, qaranglar, qishloqni yarmidan bu yoqda deyarli hech narsa yo'q, ona yerdagi огородlardan tashqari. Do'stlar, men uchun biroz ekstremal bo'ladi. Men yashashga harakat qilaman. Sizlar agar like bossanglar, hammasi yanada yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi menda yeb ichishga narsalar bor, lekin eng qizig'i, men endi o'zim огородimga o'tolmayman. Ana yerdagi огород narsalar vashi sifatsiz bolalar. Ekkan narsalar qaytib o'smaydi bor-ku. Xo'p, mayli, o'sha yerdagidan endi foydalanib turishga harakat qilaman. Ketdim, hozir borib, ana o'sha yerdagilarni ham chopib, normal qilib ekib, bir balolar qilib kelaman. Okey, do'stlar, yaxshimi? Jitillar men tomonda bor. Xo'sh, bundoq qilamiz. Ajoyib. Xo'p, yaxshi. Zo'r. Ana endi bu yerdagi cho'madim. Bo'ldi. Ajoyib, do'stlar. Ana endi bu yerda ko'ryapsizlarmi? Uje mana bitta dabdalasi chiqdi bolalar. Menga uje yoqmayapti mana bu kartoshkalisi. Xo'p, mayli, hozir hammasini sekin-sekin, asta-asta bilib olamiz. Salom. Tayyormisan? Tayyorman deb boyam aytib bo'lganman. Do'stlar, shundoq uje bilaman, uni qarashdan bor-ku, nimadir demoqchiligini shundoqqina bilib olaman. Okey, do'stlar, mayli. Sizlar bilan endi 30 kundan keyin gaplashamiz.
Do'stlar, oradan 5 kun o'tdi. 5 kun 5 yillik tuyulyapti. Chunki hech qanaqa jitellar men tomonda yo'q. Nimagadir tushunmadim. Har kuni anavi millioner eshigini tagida jitellarga sabranayotadi. Do'stlar, menda bitta narsa bor. Hozir men jitellarga pul berib, o'zim tomonga o'tkazib olmasam bo'lmaydi. Da bola boshqa choram yo'q. Xo'p, mana pullar hozir hammasini jitellarga beraman do'stlar. Chunki bir o'zingiz bo'lsanglar, вообще там, do'stlar qaranglar, yana nimadir deb tepaga chiqib, uni bir kuzatib ko'raylikchi. Xo'p, jitellar biz tomonga o'tsa bo'laveradi. Nima bo'lgan taqdirda ham ular pul olib, anaqaniki bo'lib qolmasa bo'ldi, ishqilib pulga aldanib. Xo'p, eshitaylikchi. Короче, жители, eshitibsanlar? Men sizlarga har kuni pul beraman deb dogovor qilib qo'yganman. Sizlar ham bilan dogovor qilib qo'ygansanlar. Bo'ldimi? Siz taraf bo'lamiz dedi. Xo'sh, men taraf bo'lsanlar, nima bo'pti? Hammasi joyiga tortdim, pirchinlar yo'qmi? Bizda hammasi joyida. Biz siz tomondamiz, millioner. Da, bo'ldi. Puldan momo bo'lsak, kelaverasanlar. Ovqatdan puldan hech qanaqa momo yo'q. Muhimi, Umiko tomonga o'tib ketmasanlar, bo'ldi, cho'zsanlar. Voy yaramas, do'stlar nimalar deyapti axir? Axir bola bo'ldi, tamom jitellar. Endi u jitellarni xonavayron qiladi, pul bilan berib qo'yib, keyin u ketamiz degan payt jitellar, men sizlarga pulni berdim, endi o'ldirib yuboraman agar men bilan. O do'stlar, tushunmayapman, la'natdan nimaga jitellar qo'nda. Okey. Короче, bo'ldi, men ketdim, dam olishim kerak. Davay, men sizlarga ishonaman. Let's go. Cho'zsanlar. Okey. Do'stlar, hozir jitellarga masofadan turib gapirishga harakat qilib ko'raman. Okey do'stlar. Aa! Balakat. Voy, men sakravordim. Xo'p, mayli. Hech qisi yo'q do'stlar. Oyog'im biroz og'ridi, no mayli. Qayerdan shu o'yinni o'ynadaman? Shunchaki uni o'ldirib yuborsam bo'lardi borku do'stlar. 5 kun shunchaki 5 yo'q, o'tib ketmay tag'in. Jitellar, meni eshityapsizlarmi? Da, nima deysan, Umiko? Menga unaqa baqirmanglar, tushunmadim. Nimaga sizlar anaqa tomondan bo'ldinglar? Nima edi? Mana bu millioner tomondan bo'ldinglar. Endi vaziyat shuni taqozo qilib qoldi. Biz mana shunday to'g'risak bo'ldi ekan. Shunga normalniy pul to'layapti. Nima sizlarga pul kerak? Mahalla sizlar pulga o'charmidinglar? Menga shuni oldinroq aytmasmidinglar? Mayli. Okey, jitdilar, demak shuni xohlabsizlar. Keyin sizlarga yordam kerak bo'lib qolsa, yordam bermayman. Mayli, toshing yetar, bor. Okey. O'zinglar shuni xohladinglar. Xo'p, mayli. Do'stlar, lekin oziq-ovqatlar ham tugab bormoqda. Pul bor bizada. No, o'zimizdan biza ham nima deydi? Mer yasoganimiz yo'q. Okey do'stlar, mana bu yerdagi o'tlarni yulamiz. Mana bu yerdagilar ham juda ham o'sib ketibdi. Ajoyib. Gullarni esa qoldiramiz. Juda ham go'zal, ajoyib do'stlar. Ana endi mana qishlog'im tarafi sal bo'lsa ham chiroyli bo'lib qoldi. Ana endi огородlarni salpar o'ziga keltirsam do'stlar, огородlarni qaranglar, hech narsa qolmadi. Suv ham kamayib ketdi, ammo quduq esa men tomonda tugagan. Afsuski, yo'q-mayo jitellar, sizlarga nima bo'lib ketdi? Bizni qutqar, iltimos. Umiko bizni qutqar, dandalamizni chiqarib tashladi. O'tlar orasida qolib ketdik. U bizga berayotgan ovqatiga nimadir qo'shib qo'ygan. Oy do'stlar, mana buni qaranglar, bu o'yini ingichka uzun bo'lib ketibdi. Mana bu esa yig'lab qotib qopti. Mana bu esa yerda yiqilib yotibdi. Mana bu yerda ham bitta jitel ko'ryapmanmi? Balakat. Oy do'stlar, mana uy tepasiga chiqib ko'rish kerak. U jitelga nima qilgan o'zi? Bittasi semirib ketibdi do'stlar. Xo'p, mayli, nimaga bunaqa bo'lib qoldi ekan bu jitellar? Okey, hozir ko'raylikchi do'stlar, bu yaramas millioner shunaqangi asab ketadiki, do'stlar, jitelga yordam bermayman degandim, lekin do'stlar, yordam bermasam bo'lmaydi. O'zi qayerda bu yaramasni? O'zi mana shu uyda qayerdadir. Do'stlar, mana buni qaranglar. Jitel nimaga bunaqa pakana bo'lib ketdi? Xo'p, hozir men sizlarga qanaqa yordam berishim mumkin? Shunchaki bizni bu yerdan qutqar, anaqani o'ldir. Xo'p. Do'stlar, va endi biza Minecraftga olim jitelni chaqirmasak bo'lmaydi, ya'ni qishlog'imizga. Xo'sh, mana bularni buzamiz va biz nimadir o'ylashimiz kerak. Bechora jitellar, do'stlar, jitellar uchun shunaqangi achinib ketyapmanki, hozir nima qilsam bo'ladi? Jigarlar, aytinglar, nima qilsam uni o'ldira olaman? Kommentariyada hozirroq yozib qoldiringlar. Xo'p, mayli, uyga kirib ko'raychi. Hozir o'ylab ko'raman. Shunchaki kirsam, do'stlar, unda 100% qurol bo'ladi. Hozir mana bu yerda meni qurolim bor. Ajoyib do'stlar, lekin bu qurol bilan uni kirsam, u meni ham otib tashlab, o'zini telexranitellarni chaqirishga ham ulguradi. Shuning uchun do'stlar, menda bir fikr bor. Hozircha buni yo mayli, bu ham menda turaversin. Kechasi bitta joydan bitta narsani olib kelaman va uyni bombardimon qilaman. Ya'ni men uni uyga bomba otaman. Ya'ni katta bombali avtomat bo'ladi-yu, uzunchoq. Bitta otsa raketa uchib uyni banglatib yuboradi. Va qayerdan keldi bilmadim deb turaveraman. Agar millionerning o'zi o'lib ketsa ham mayli do'stlar, mana bu yerda nimalar turibdi tushunmadim, qanaqadir bug. Xo'p, mayli. Ana endi kech bo'lishini kutish kerak.
Do'stlar, mana men kutgan damlar ham keldi. Okey, ana endi hozirman. Hozir kiraman. Okey, men buni olaman. Ajoyib do'stlar, hozir endi men unga qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman-da. Mani qishlog'imga kelish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Endi menga вообще farqi yo'q. Xo'p, puchalka sigara vizion, istimara sotish. Do'stlar, shunchaki uni yuziga qarab bo'lmaydi. Xo'p, mayli. Mani qishlog'imga kelish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Umikonni jahlini chiqarish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman hozir. Yaramas. Floss. Senaqa yaramaslarni ko'rgani ko'zim yo'q. Battar bo'l. Bu kuningdan battar bo'lsang yaramas. Xo'p, jitellar kunduz kuni bo'lganda yo'q, hoziroq buni yo'qotinglar. Do'stlar, mayli, hozir men ekstrenni videoni o'chirishim kerak. Sizlar bilan qisqa kutishdaman. Umid bo'ldim videoga